Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, siz muhteremler bilen hazırgi kunda ko'pchilikni umuman ommaviy axborot vositalarida qayta esga olayotgan bir masalasi to'g'risida suhbat qurmoqchimiz. U ham bo'lsa hozirgi kunlarda 2012-yilni 21 dekabr kuni qiyomat qoyim bo'larmish degan mishmishlar. Bu mishmishlar butun dunyo bo'yicha keng tarqalgan mishmishlarga aylanib qoldi. Barcha axborot vositalari turli gaplarni tarqatishmoqda. Bunga haqiqiy mo'min musulmon insonlardan boshqa odam zotlari qattiq tashvishga tushmoqdalar. O'sha kunni butun dunyo halokatga uchraydigan kun ekanligiga ishonganlar bor. Ana shunday katta talofatlar ko'rinadigan bo'lsa, saqlanib qolamiz deb qochish joylarini tayyorlayotganlar bor. Tinchi buzilib, uyqusi qochganlar bor va turli holatlarga tushganlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Mazkur kun yaqinlashishi bilan uning dahshati yana ham ziyoda bo'lmoqda. Kishilarda turli fikrlar, mulohazalar kelib chiqmoqda. Men mo'min musulmonlar, chin aqidali kishilardan boshqalar deganim, chin islomiy aqidasi bo'lgan kishilar bunday gaplarga mutlaqo e'tibor bermaydilar. Ularning iymonlari mustahkam, qiyomat qachon bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmasligiga aniq ishonadilar va mabodo qiyomat qoyim bo'ladigan bo'lsa, unga tayyorgarligini puxta ko'rib yuradilar. Qiyomatni qoyim bo'lishidan zarracha qo'rqmaydilar. Chunki bu bor haqiqat. Mana shu islomiy aqida bilan boshqa tushunchalar, mafkuralar, aqidalar orasidagi farqni bilib olishimizga yorqin bir me'yor, o'lchov, misoldir. Qiyomat qoyim bo'lishi haqidagi mishmishlar birinchi marta tarqalayotgani yo'q. Bundan avval ham bir qancha marta bunaqa mishmishlar, to'stapolonlar bo'lib o'tgan. Qiyomatning qachon bo'lishini belgilovchilar chiqib turgan. Bundan 15 yillar chamasi oldin mana shunday gap tarqagan. Xuddi hozirgiga o'xshab ommaviy axborot vositalarida bu narsa bo'rttirib, shishirtirib ko'rsatilgan. Unda kunini emas, soatini, boshladigan joyi Koreyaning yaqinidagi bir joy ekanligini ham ko'rsatib aytilgan. Men hech esimdan chiqmaydi. Ana o'shandek dahshat ularning xayolida yaqinlashib kelayotgan paytda menga radiolardan telefonlar bo'lib, hozir hammani qiziqtirgan masala falon kuni qiyomat bo'lishi, falon soatda, falon joydan boshlanishi ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu masalaga musulmonchilikda qanday qaraladi degan savolni berishganda, men xotirjamlik bilan kulib, qo'rqmanglar, bunaqa gap bo'lmaydi desam, yo'q, siz unaqa demang, biz o'zimiz ham hozir qo'rqib turib siz bilan gaplashyapmiz deb muxbirlar shu so'zlarni aytishgan. Ana shunda aytuvdim men, islomiy aqidaga ishonmaslik, islom aqidasi bilan qurollanmaslik insonlarda mana shunday tuturuqsiz holni keltirib chiqarishi turgan gap. Bundan avvalgi vaqtlarda kommunistik maqfura bilan yashagan odamlar umuman qiyomat bo'lmaydi degan safsatani aytib, odamlarni boshini aylantirishar edi. Endi ular ham, boshqalar ham falon kuni qiyomat bo'larmish deb odamlarni boshini aylantirishmoqda.
Mo'min musulmonlar esa avvalda ham yo'q, undoq demanglar, qiyomat bo'ladi. Lekin qiyomatni qachon bo'lishini Alloh biladi. Qiyomatdan qo'rqqan odam qiyomatga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana biz tayyorgarligimizni ko'rib qo'yganmiz deb aytgan edilar. Endi dedim o'sha muxbirlarga, hozir mana hamma qilayotgan qo'rqinchli, dahshatli to'sto'polon paytda ham mo'min musulmonlar yo'q, unda qilmanglar. Haqiqatdan qiyomat bo'ladi. Biz bunga ishonamiz. Lekin qiyomatni qachon bo'lishini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Qiyomatdan qo'rqqan odam qiyomatga tayyorgarlik ko'rish kerak. Mana biz tayyorgarlik ko'rib qo'yganmiz deydilar deb tushuntirishni boshlagan edim. Mana shu haqiqatni yaxshi bilish kerak. Haqiqatdan bizning sobit aqidalarimizdan biri qiyomat qoyim bo'lishidir. Qiyomat qoyim bo'lishida bu dunyo tugaydi. Hozir ko'zimizga sobit bo'lib turgan sobitlikni ramzi bo'lib turgan ulkan narsalar parchalanib ketadi. Tog'lar qulaydi, parchalanib qumga aylanib ketadi. Osmon qulaydi, yulduzlar qulaydi, oy, quyosh qulaydi, dengizlar o't olib ketadi. Va shunga o'xshagan eng dahshatli hodisalar bo'ladi. Bu haq. Lekin buni bo'lishi, qachon bo'lishini Alloh taoloning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Hatto payg'ambarlar ham bilmaydilar. Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga sahobalar bilan gaplashib o'tirganlarida Jibril alayhissalom bir inson shaklida kelib bir necha savollarni berganlar. Shu savolning ichida qiyomat qachon bo'lishini ham so'raganlar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vassalom so'rovchidan ko'ra yaxshi bilimga ega emas deganlar. Ya'ni ki sen bilmasdan shuni so'rayapsan, men so'raluvchiman, men ham bu masalani bilmayman. Ya'ni Allohning o'zi biladi degan gap aytilgan. Ana shu e'tibordan bugungi qiyomat to'g'risida 21-dekabr kuni bo'lishi to'g'risida tarqatilayotgan safsatalar o'zi haqiqiy bir manbaga tayanganmi? Haqiqiy bir masdari, manbasi, ishonadigan joyi bormi? Bu gapni qayerdan olib gapiryapti? Kim gapiryapti? Nima aqida bilan gapiryapti? Buni surishtiradigan odamlar yo'q. Agar surishtiradigan bo'lsa hozir qaysidir bir makonda avvallardan o'tib yo'q bo'lib ketgan bir madaniyatni vakillarini qoldiqlari topilmish. O'sha qoldiqlarni topilganda o'sha vaqtdagi o'zlariga ma'lum harflarni o'qib ko'rishsa, ana 2012-yili 21-dekabrda qiyomat qoyim bo'ladi deb yozilganimiz. Buni qarang. O'zi yo'q bo'lib ketgan kishilarni qiyomat qoyim to'g'risidagi xabari qanchalik ishonchli bo'ladi? Qiyomat shunchalik ulkan narsaki, uni qoyim bo'lishini biluvchi zot qiyomatdan ustun turishi kerak. O'zlari, madaniyatlari, bori budlari hamma yo'g'i yo'qqa, adamga hukm qilinganlarning gapi qanchalik kuchli bo'ladi. Buni ustiga o'sha topilgan narsalar haqiqiy ilmiy narsami? O'sha taxmin qilinayotgan narsalarni hammasi shu qiyomat qoyim bo'ladigan kabi katta, ulkan hodisaga asos qilib olinsa bo'ladigan narsami? Bularni birortasi hech narsaga arzimaydi. Buni dalili shu, mana shu 2012-yilda bo'ladi deganlar bir oz turib biz adashib qolibmiz, 2013-yilda bo'lar ekan deyotganlar ham bor. Ertaga bundan boshqasini ham aytishadi. Ya'niki har bir hodisani aniq, ochiq dalili, hujjati bo'lishi kerak. Qiyomat qoyim bo'lishi g'ayb, ya'niki his qilish a'zolari bilan idrok qilib bo'lmaydigan ishlardandir. Inson o'zi bu dunyoda yashar ekan, his tuyg'ulari qamrovida yashaydi.
ko'zi ko'rgan, qulog'i eshitgan, hidini bilgan, ta'mini bilgan, ushab ko'rgan narsalarni biladi, anglaydi, sir asrorlarini o'rganadi. Lekin o'zidan g'ayibda bo'lgan narsani faqat taxmin qilishi mumkin. Taxmin esa hech qanday ilmni ifoda etmaydi. Shuning uchun bizning sof aqidamiz, islomiy aqida insoniyatni o'zining aql doirasidan tashqari narsalardan bekorga urinib ovora bo'lishdan xalos etib, uni din orqali o'sha g'aybiyotni egasi Allohning kalomi bilan ifoda qilib qo'yilgan. Bunga insoniyat urinmasin, o'zini ovora qilmasin, iymon keltirsin, ishonsin, o'sha kunga tayyorgarligini ko'rib yursin, lekin bo'ladigan kunini, soatini, makonini, lahzasini, qachon bo'lishini demak izlab o'zi ovora bo'lmasin. Xo'p, aytaylik, izlab topdi ham nima bo'ladi? Baribir yana o'sha kunga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Buning uchun demak islomga amal qilib tayyorgarligini ko'rsa, hech qachon qoyim bo'lganda ham qiyomat afsus nadomat qilmaydi, chunki u odam o'sha kunga tayyordir. Islom aqidasida qiyomat qoyim bo'lishi haq ekanligi bilan birga uning alomatlari to'g'risida ham so'z ketgan. Qiyomatni kichik alomatlari bor, katta alomatlari bor. Kichik alomatlari jamiyatlarda bo'ladigan mayda, demak, kichik hodisalar kabi bo'ladi. Misol uchun hadisi shariflarda qiyomatning kichik alomatlaridan biri ayollarning soni erkaklarnikidan ko'payib ketishidir deyilgan. Shu ma'noda hadislar bor. Lekin qiyomatni katta alomatlari bor. Imom Mahdiyni chiqishi, bir jonivor chiqishi, Isa alayhisalomni tushishlari va shunga o'xshagan bir qancha demak Yajuj Majujni chiqishi kabi hodisalar bor. Hali u hodisalarni birortasi bo'lgani yo'q. Ana shuning uchun musulmonlar xotirjam bo'lishi bilan birga qiyomatga tayyorgarlik ko'rishlarini bir zum ham eslaridan chiqarmaydilar. Shuning uchun doimo yaxshilik qilib yashaydilar va doimo barcha yomonliklardan chetda bo'ladilar. Mana shu ma'noda biz o'z ahlimizga, mo'min musulmon birodarlarga, ezgulik umidida yashayotgan insonlarga, barchalariga aytadigan gapimiz shuki, bunday safsata, quruq, demak to'polonlar, har xil odamlarni hayrat darajasini oshirish uchun to'qilib chiqilgan gaplarga ishonmaslik, sarosimaga tushmaslik lozim bo'ladi. Balki bu qiyomat Alloh taoloning ilmidagi narsa ekanligiga taslim bo'lib, unga dinimizda ko'rsatilgan tayyorgarlikni ko'rib, Allohning aytganini qilib, qaytarganidan qaytib, ibodatlarni vaqtida bajarib, yaxshilik ishlarini ko'p qilib, yomonliklardan chetlanib yurishimiz lozim bo'ladi. Inshaalloh mana 21-dekabr kelib o'tgandan keyin o'sha falon kuni 21-dekabr kuni qiyomat bo'ladi deb xabar berganlarni holini ko'riladi. Yana nimanidir to'qishadi. Yana nimadir bir safsatani odamlarni boshini aylantirishga aytishadi. Shu bilan ular o'zlarini axborot vositalarini vaqtini to'ldirishadi, sahifalarini to'ldirishadi. Shu ko'tarib odamlarni o'zlariga jalb qilishadi. Boshqa natija yo'q. Uni o'rniga foydali, insoniyat uchun foydali, matbuot uchun foydali, hamma uchun demak manfaatli narsalarga urinilsa, odamlarni rostgo'ylikka, haqiqatni ko'zini bilishga, ilm asosida ish ko'rishga chaqirilsa, nihoyatda yaxshi bo'lar edi. Alloh subhanahu va taolo bunday noo'rin kishilarni tashvishga soladigan befoyda gaplarni tarqatishdan o'zi saqlasin. O'shanaqa ishni qilayotganlarga ham insof bersin. Alloh qiyomat kunida barchamizni yuzimiz yorug' bo'lishini, o'zining soyasidan boshqa soya qolmaganda soyasidan
soyalanib joy olishimizni nasib etgan bo'lsin. Va axiru da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.